Ayolni aqlliroq va o'zida ishonch hosil qilish uchun top 5 ta odatlar. Birinchisi bu har kuni kitob o'qish, hattoki 10-15 minut bo'lsa ham. Bu albatta murakkab non-fiction bo'lishi shart emas. Bu badiiy kitoblar, biografiyalar bo'lishi mumkin va umuman olib qaraganda lug'atni boyitadigan, dunyoqarashni kengaytiradigan har qanday narsa. Ikkinchisi bu oddiy kundalik narsalarni qilayotganingizda podkast yoki leksiya tinglash. Masalan, uyni yig'ishtirayotganingizda yoki ovqat pishirayotganingizda bu ideal vaqt podkast uchun. O'zi har qanday mavzudan qiziqarli podkast topsa bo'ladi. Psixologiya, moliya, biznes va так далее. Keyingisi bu fikrlarni yozib borish va journaling qilish. Ya'ni xayolingizda nima bo'layotganini, fikrlaringizni, holatingizni yozib borishingiz mumkin. Bu esa keyin fikrlarni ifodalashda juda ham yaxshi yordam beradi. To'rtinchisi bu qo'l bilan bajariladigan hobbilar. Keramika va hattoki kalligrafiya bo'lishi mumkin. Bular diqqat va intellektni rivojlantiradi. Va oxirgisi bu o'z pozitsiyani aniq yetkazishni o'rganish. Kitob o'qiganingizdan yoki film ko'rganingizdan keyin o'zingizga savol bering. Men bu haqida nima deb o'ylayman va javobingizni aniq shakllantirishga harakat qiling. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Всем пока.